O'lim ham yaratilgan ekanligini bilasizmi? Ko'pchilik inson hayot yaratilgan ekanligini biladi, lekin o'lim ham Alloh yaratgan mahluqotlardan ekanligini hamma ham o'ylab ko'rmaydi. Bugungi ilm bizga shuni ko'rsatmoqdaki, inson tanasidagi ba'zi bir hujayralar ma'lum bir muddat yashaydi, keyin o'z vazifasini tugatib, maxsus tartibga ko'ra nobud bo'ladi. Masalan, teri hujayralari ma'lum vaqt yashaydi, keyin eski hujayralar o'rniga yangi hujayralar kelishi uchun o'ladi. Ichak devoridagi ba'zi hujayralar ma'lum muddat yashaydi, keyin o'z o'rnini yangi hujayralarga bo'shatadi. Demak, insonning tanasining o'zida o'lim ham, hayot ham birga mavjud. O'lim ham Allohning yaratishi, hayot ham Allohning yaratishidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda 1400 yil avval shunday degan: Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sizlarning qay biringiz yaxshiroq amal qiluvchi ekaningizni sinash uchun. Mulk surasi 2-oyat. Inson o'z umrini belgilamaydi. Har bir insonning ajali Allohning huzurida ma'lumdir. Alloh taolo likulli ajalin kitab. Har bir vaqt uchun kitob bordir. Yozilgan muddat bordir. Ya'ni har bir muddat uchun Alloh huzurida yozilgan hukm bordir. Bu oyatning ma'nosi shuki, Alloh taolo har bir narsani vaqti va muddatini belgilab qo'ygan. Insonning umri, rizqi va hayotidagi voqealar Allohning huzurida ma'lum va yozilgandir. Bu oyat bizga sabr qilishni, Allohning taqdiriga ishonishni va har bir ishni o'z vaqti borligini tushunishni o'rgatadi. Ya'ni inson harakat qiladi, sabablarni qiladi, lekin natija Allohning irodasi bilan bo'ladi. Aziz birodarlar va opa-singillar, biz bu dunyoda abadiy qolish uchun emas, balki sinov uchun yaratilganmiz. Hayotimiz ham, o'limimiz ham bizni Allohga qaytaruvchi bir belgidir. Shuning uchun aqlli inson o'limni unutmaydi, balki unga tayyorgarlik ko'radi. Chunki haqiqiy hayot Allohning roziligiga erishilgan hayotdir. Alloh barchamizga yaxshi amal bilan yashab, yaxshi holda va iymon bilan vafot etishni nasib qilsin. Amin.